6 kurs. Biz kech bilganmiz Turkiyani ham. Hozir ham aytaman, so'z kanal ochib qo'yganmiz-ku. Bu kanalda ham 4-kurs bo'ldimi yoki 5-kurs bo'ldimi? Boshlash kerak. Nimadan boshlash kerak va bu jarayon ana A'dan Y'gacha deydi-yu. Yaxshi ishlaydigan doktorlarni, keyin yoshlarga, misol uchun biz keladiganimizda keyingi 10 yilimizda agar u yerda qolsak yoki Rossiyaga borsak, nima bo'lishimizni xudo kalida o'ylaysiz o'zingiz. Xudo kalida o'ylaganingiz Nima bu olib kelgan bu narsaga, bu qaror kelishiga? ekzamen topshiramizmi, topshira olamizmi, diplom подтверждение qilamizmi yoki rezidenturaga kira olamizmi? Bu buyuk katta savol edi bu. Original bo'lishi shart. Misol uchun budjetda Original odamlar diplomini olish kerak. Match periodi bor-ku, siz qaysi kasalxonaga kirishingiz. Siz qaysiga kirishingizni kim hal qiladi? Nimadan boshlash kerak? Birinchi Частный institutlarga ham topshirsa bo'ladimi yo faqat davlatga bo'ladimi haligi rezidentura? STS ga application qilish nech pul? til ekzameningiz sertifikati bo'lmasa, siz tusiz bo'lsa ham, подтверждение qilgan bo'lsangiz ham, balingiz yetmasa ham tashlamaydi. Hop, Shahzod qarang, sizni ko'pchilik taniydi, bizning auditoriyada ham ko'pchilik oldin qilganmiz. Baribir endi hozir yangicha kontent olmoqchimiz. Mukammal bo'lishi uchun dastlab o'zingizni ozgina tanishtiring. Background, qayerda o'qigansiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Abbosxon bilan qiladigan intervyumiz Turkiyada doktor bo'lib ishlash haqida bo'lar ekan. Abbosxon yangi g'oya bilan chiqibdi. O'shan bilan bir ozgina maslahat qilib, ozgina ma'lumotlar beramiz. Mani otim Shahzod Atashev, o'zim Farg'ona viloyati So'x tumanidanman. 2019da Toshkent tibbiyot akademiyasini bitirganman. Undan keyin faoliyatimni Turkiyada davom ettirganman. Zo'r. Qarang-da, mana siz ishlayotgan paytda, ya'ni Turkiyaga topshirishingizdan oldin, jumla ko'p odam yo'q edi Turkiyada, adashmayotgan bo'lsam, to'g'ri? Kamchilik Yo'q. Ha. yo'q edi. To'g'ri. To'g'ri. Siz o'qiyotgan paytingizda men ham eshitmagan edim. Savol, siz kimdan eshitdingiz va nimaga Turkiyaga ketdingiz? To'g'ri, savol deydi-ku. Biz eslagan bo'lsangiz 2019-yil bitirishga vaqtli bo'lgan paytda endi hamma inglizcha o'qirdi, IELTS topshirish mamlakat qilgan narsalar bo'lardi. IELTS topshirgandan keyin endi oxirgi o'sha paytda Yevropa edi hammaning kallasida. Yevropa, Angliyaga ketish, Germaniyaga ketish, Amerikaga ketish shunaqa nimalar bo'lardi. Endi biz Amerikaga ketish uchun 6-kursda, 5-kursda bilganimiz uchun vaqt ko'p ketadi deb Amerikani ko'p tushunmaganman. Endi standart bo'yicha Yevropa, Amerika, keyin internetga kirib yozganda Turkiya ham standarti bir xil. Shunaqa ekan. Lekin turkcha bilmaymiz. Lekin mana IELTS'im 6.5 bo'lib 7 bo'lgan-ku, 6.5 nima bo'lgan? Writing 6.5 bo'lgani uchun qabul qilishmagan. Ya'ni viza ola olmaganmiz o'sha paytda. Keyin o'sha yerda qolib ketmaslik uchun qayerga borish kerak? Turkiyaga qilganmiz. Turkiyaga 6 oy oldin biz tugatishimizdan oldin bizdan bir ikkita kurs kattalarda ular PhD nima qilishgan? Yuksak lisans deydi. Ya'ni ekzamen topshirmasdan kelib bu yerda malaka oshirishga o'xshagan 1 yil 2 yil yurib universitetda shunaqa narsa uchun kelishgan boshida. Keyin ular ham diplomdan keyingi holatda fellowshipga o'xshagan narsa. Shunaqa fellow qilishgan, lekin ular ham keyin diplom подтверждениеga o'tib ketishgan-ku, lekin bilishmagan. Lekin kelgandan keyin biz ham shu diplom подтверждение o'shalardan keyin etaplarini yordam berishgan boshlang'ich,da qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak deb. Misol uchun Anqarada otalarga aytib ketaman, Sardor taniysiz, bizdan katta kursda edi, Sardor Shodiyev va o'sha payt aytib beruvdingiz esimda. Oldingi videoda ham bor, Fayzullo bilan ikkalasi kelgandi o'shalar. U boshlab yuborishgan diplom подтверждение boshlang'ichini. Keyin biz ham o'sha tugatgandan keyin ular endi 6 oy kelib moslashishgan uchun qiynalishgan va nima qilishgan. Keyin biz ham kelib hamma yo'l yo'rig'ini baribir 50%, 100% bo'lmasa ham bilishadi. Shuning uchun o'shandan keyin ketib qolgan. Asosiy maqsad O'zbekistondan chiqib qayerdadir standarti meditsinasi bir xil bo'lgan joyga borib kirib o'rganib olish edi. Xullas, sizning prioritetingiz O'zbekistonda kuchliroq bo'lgan qaysidir muhitga tushish edi va eng optimalniy holat o'sha payt Turkiya deb hisoblagansiz. O'shaning uchun optimal holat Turkiya bo'lgan, to'g'ri. Boshqa joyga chunki bora olmaganmiz. Mana shu yerdachi bitta zo'r narsa bo'lgan, o'sha payt esimda. Ekstravertsiz, buni yaxshi bilaman. Lekin ekstravertlarga ham juda ham katta riskda, tilni bilmaysiz, okey. U yerda tanish yo'q. Shunda bilet olib ketib olish. Misol uchun nima bu olib kelgan bu narsaga, bu qaror kelishiga. Mana misol uchun bilet olib, bilmaydigan shunday davlatga, qarindosh urug'i yo'q bo'lgan davlatga, yana hujjat ham yo'q, hech kim sizga u yerda ish taklif qilmayapti-da, tikka ketib olgansiz. Nima sabab? Endi risk qilganmiz. Endi birinchi sabab aytganimizda, men O'zbekiston banksida ishlayotganimda ishni ko'rganman.
yaxshi ishlaydigan doktorlarni, keyin yoshlarga misol uchun biz keladiganimizda keyingi 10 yilimizda agar u yerda qolsak yoki Rossiyaga borsak nima bo'lishimizni bundoq kalada o'ylaysiz-da o'zingiz. Bundoq kalada o'ylaganingizda bo'lmaydi deganingizni o'zingizga 10 yilga keyingi holatingiz o'zingizga yoqmasligini his qilasiz. Ya'ni bo'lmaydi bu holat. Deb keyin shu Turkiya bo'lgan, o'sha aytganimdek, Sardor bilan Fayzullo haliyam rahmat aytaman. O'shalar bo'lganda keyin baribir o'shalar bo'lgani uchun Anqarada bo'lishgan ular. Istanbulga qo'nganmiz, keyin Anqaraga borganmiz-ku, lekin o'sha yerda endi ekzamen topshiramizmi, topshira olamizmi, diplom подтверждение qilamizmi yoki rezidenturaga kira olamizmi? Bu buyuk katta savol edi bu. Aytganingizdek, merhabadan boshqa narsani bilmaysiz, lekin angliyskiy bilasiz. Angliyskiyim bor bo'lgani uchun kelganmiz. O'shaning uchun baribir o'sha paytda keyin biz tugatgandan keyin 2021da pandemiya kirishni boshladi. Yana pandemiya paytiga to'g'ri kelib qolgan o'sha. Pandemiya paytiga to'g'ri kelib qolganda, bizani O'zbekiston bilan nimasi, aloqasi elchixona bilan unchalik oldindan bilinmaganda. Misol uchun hozir Rossiya, boshqa Yevropada, boshqa Ozarbayjonda o'qiganlar, Qirg'izistonda hatto o'qiganlar ham diplomini olib borib, ularni sistemaga topshirsa, yo'qqa randevu olib topshirsa, очередini olib, ular avtomatik elchixonaga jo'natadi-da, diplom haqiqiymi yo'qmi deb. Elchixona avtomatik nimaga ularni tashqi ishlar vaziriga jo'natib, avtomatik javob beradi. O'rtada siz hech nima qilmaysiz. Bizda bu narsani bilmaganmiz. Bizni bilmaganimiz uchun hozir aytib ketaman-ku, o'shaning uchun ham pandemiya, ham bu qog'oz ishlari bilan vaqt yo'qotib qolganmiz ozgina. Oson bo'lmagan. Xullas, mana shu periodda eng qiyin holat siz uchun nima bo'lgan? Misol uchun aytaylik, ketib oldingiz, hali hech narsangiz yo'q, bitta diplomingiz bor, diplomingizni tasdiqlashingiz aytmoqchiman, sizdan oldingida tasdiqlangan va siz diplomingiz qachondir tasdiqlanishiga ko'zingiz yetyapti, lekin baribir oson emas. Yo'q, hech kim tasdiqlanmagan bizning O'zbekistonda. Sizdan oldin hali hech kim tasdiqlamagan. Yo'q, hamma birinchi etapda edi. Ya'ni diplom подтверждениеga berib, nimaga sizdan oldin hali bu ish qilganlarni tanimasdingiz xullas. Yo'q, ya'ni biz boshlaganmiz, birinchi ishda diplomni notarialni turkchaga nima qilib, perevod qilib 2 kishi qilishgan. Ular diplomlarini topshirishgan. U borib o'sha joyga ulardan javob kutgan. Ular ham ishda qog'ozni olib nimaga, bizani buyuk elchilikka, elchixonaga borishni bilishmagan. O'sha etapda bo'lgan. Ya'ni hech kim diplom подтверждениesi bo'lmagan o'sha paytda. Birinchi etapda bo'lgan hamma. Xo'p, eng qiyin joyi nima bo'ldi mana shu periodda? Eng qiyin joyini aytay sizga, birinchi til bo'yicha jarayonni gaplashaydimi? Hozir jarayon til bo'yicha qarang, men kelganimda moddiy jihatdan qimmat deb ayta olmayman Turkiyani. Birinchi sabab, moddiy jihatdan qimmat emas edi. U maqsadda moddiy jihatdan qiynalmaganmiz. Asosiysi til bilmaganimiz uchun endi Anqara hozir poytaxt bo'lgani uchun ko'p davlat ishida ishlaydiganlar, ko'p ya'ni savodxonligi bo'lgan, til bilganlar Anqarada ko'pchilikda. Ya'ni angliyskini tushunishadi. Ya'ni men ishimni ko'pchiligini ingliz tilida gaplashib hal qilganman. Misol uchun boshqa joyga borsangiz balki bilmaydi, o'sha foydasi bo'lgan. Men aytaman hali ham ingliz tilim bo'lmaganda men balki diplom подтверждение ham qila olmasdim. Ma'lumotga erisha olmasligim uchun. O'sha paytda qiyinchilik o'sha kim dokumentni topshirasiz, qog'ozda nima bo'ladi, nima qo'yadi, qachon javob chiqadi bilmaysiz. Eng asosiy mavhumlikda. Men ekzamenga kirasiz, nima o'qishingizni bilasizda. Nima o'qishingizni bilasiz, nimaga tayyorlanishingizni bilasiz. Ya'ni men ma'mul o'qiyman, men ekzamen topshiraman deydi. Lekin boshqalar sizni hayotingiz yoki sizni yo'lingiz boshqalarning qo'lida bo'lgani uchun o'sha paytda misol uchun qog'oz qachon chiqadi, misol uchun elchixonaga jo'natsam necha kunda, necha oy kutaman men. Uni qaytarib olib borib bersam qancha kunda chiqadi? Chunki ekzamen topshirganingiz bilan diplom topshirib, ekzamen topshirdingiz, sizni internaturaga bermaydi. Diplomingizni ko'rib chiqmaguncha 6 yillik soatingizni diplom tasdiqlanmaguncha hech narsa tasdiqlanishdan birinchi etapida. Ya'ni internaturadan keyin diplom tasdiqlanadi. Bu hozir siz diplomingizni O'zbekistonda o'qiganingiz haqiqiymi yo'qmi? Haqiqiy bo'lgandan keyin ham o'qigan soatingiz Turkiyada o'qiganlar bilan bir xilmi? Kamchiligi bormi yo'qmi? Chunki pediatriyada soati bizni terapiya bo'yicha, ya'ni nima bizning fakultet bo'yicha farqli. Bizga misol uchun 6 oy chiqqan, 24 hafta internatura, ularga 9 oy chiqadi misol uchun. Ya'ni men shundan bildimki, pediatriya o'qiganlar stajirovkasi, internaturasi kamroq ekan soatga, demakki shunaqa chiqyapti. U qog'ozni chiqargandan keyin aytishadi sizga, diploming haqiqiy ekan. Sen mana ekzamen topshirasan, men bitta borib 26 hafta yoki 9 oy borib internaturani o'tasan, banitsa menga, universitet menga qog'ozni jo'natadi, bu o'tdi deb, keyin men senga diplomni beraman deydi. Vop chiqasan deydi. Mana shunaqa bo'ladi. Qiyinchilik o'sha paytda bo'lgan. Keyin pandemiya qiyinchilik bo'lgan.
hamma yoq yopiq bo'lgan, haftada 2 kun ishlashgan. Chet eldasiz, Bunaqa yana pandemiya, yana hujjatsiz pandemiya tasdiqlanishmi yo'qmi? ishlamayapti, ha. Elchixona 2 kun ishlaydi, u yer dokument topshirishdan keyin 2 kun ishlaydi, ko'chaga chiqa olmaysiz. Ko'p chiqa olmaysizda. Mana shunaqa bo'lib, o'sha paytda qiyinchilik kutish bo'lgan. Eng azobli narsasi kutish, boshqa narsasi bo'lmagan. Keling, mana shuni sal aniqlashtiraylik. Mana misol uchun aytaylik, kimdir sizni mana shu videongizni ko'rib, Turkiyaga rezidenturaga topshirmoqchi. Toshkentda yoki Sankt-Peterburgga kelib, qaysidir частный institutda o'qib, o'shani diplomini olgan, misol uchun, yoki o'shani oladi. Savol, nimadan boshlash kerak va bu jarayon ana A dan Yagacha deydi-yu. Shuni gaplashaylikmi? Diplom olgandan boshlab nimalar qilish kerak? Ya'ni 6-kurs biz kech bilganmiz Turkiyani ham. Men hozir ham aytaman, masalan, kanal ochib qo'yganmiz-ku. O'sha kanalda ham 4-kurs bo'ldimi yoki 5-kurs bo'ldimi, boshlash kerak. Nimadan boshlash kerak? Birinchi bizni paytda istalgan narsalar. Kollej yoki litseyda o'qigan diplomini bizani Toshkentdagi Turkiya posolstvusiga borib, perevod qilib nostrifikatsiya qilish kerak. Denklik beradi. Частныйda yoki aynan posolstvoni o'zida qilish kerak. Posolstvoni o'zida qiladi. Yo'q, частныйda perevod qilasiz, lekin baribir qog'ozni pechatini zaviratni posolstvo qo'yib beradi. Siz turkchaga tarjima qilib kelasiz qattandir. Ani nimani oldida posolstvoni yonida bor o'sha joylarda. Attestat bo'lsin, 9-11, kollej diplomi bo'lsin, litsey diplomi bo'lsin. Misol uchun menda litsey diplomi edi, Sampin o'qiganim uchun. Uni olib borib tarjima qilasiz, olib borib berasiz, denklik qilib o'zingizga olasiz u qog'ozni. Bizga o'sha payt birinchi etap edi. Birinchi etap bu. Ikkinchi etap misol uchun dokument aytmaydi. Misol uchun hozir aytishadi, men turk tilini o'rganishni boshlayapman kursga borib. Men aytaman, bani o'zimdan kelib chiqib, til meditsina bilan oddiy xalq tili boshqa. Ya'ni oddiy xalq tilini gaplashib oladigan odam meditsinani o'qiy oladi degan ma'noga kelmaydi-da. Asosiy maqsad shunaqa, demak turkchada ham shunaqa. Shunaqa, hamma joyda shunaqa. O'shaning uchun aytaman, asosiy maqsad kelib hozir muloqot qilish emasda, asosiy maqsad kelib ekzamen topshirish. Ya'ni sizdan bu yerda hozir ekzamenda uni xohlashmaydi. Sani turkcha bilish darajangni xohlashmaydi-da birinchi etapda. Ya'ni menga sertifikat bersan turkcha bilganing uchun degan narsa aytmaydi. Demak, hech qanaqa IELTS yoki hech qanaqa turk tilini biladigan sertifikat talab etilmaydi. Birinchi etapda kerak emas. Birinchi etapda aytaman, 5-kurs bitta talaba bo'lsa hozir yoki 6-kurs boshida bo'lsa, misol uchun aytaman, misol uchun kanalga tashab qo'yganmiz, Tuztatani bo'lsa reklama bo'lib ketmasin-ku. Endi kitoblari bor, o'sha kitoblarni turkcha olib, meditsinani yaxshi bilgan sohasidan o'qishni boshlash kerak. Ustiga yozib, chizib o'qish kerak. O'zini qaysi ikkinchi tilni bilsa, yozib o'qish kerak. Ya'ni u ma'lum vaqtdan keyin bu o'zi avtomatizmga o'tib ketadi. Undan keyin ham tilni o'rgansa bo'ladi. Ha, o'rganmasin demayman, turk tilini o'rgansin. Lekin meditsinaga 3 soat sarflasa, 1 soat tilga sarflasin-da. 3 soat tilga sarflab, 1 soat meditsinaga sarflamasin demoqchiman. Vaqt xuddi bizga medical English o'rgatganda, u yerda ham tibbiyotni Turkiyani o'rganish, turk tilini tibbiyotda o'rganish kerak xullas. Xuddi shunday. Biz o'zimiz 6-kursda IELTSdan endi bo'lmagandan keyin kitobni ochib, ustiga ingliz tilida yozib shunaqa o'qiganmiz. Meditsinani bilasizda, сущностini bilasiz o'zingiz, ya'ni nima ma'noni u gapirayotgan narsasini. Turk tilida o'qiysiz, foydasi bo'ladi. Misol uchun o'sha paytda o'sha narsani qilishlarini xohlab qolaman agar niyatlari bo'lsa. Keyingi etap biletni olib Turkiyaga uchish bo'ladi. Ikkita assotsiatsiyasi bor bularning. Bittasi ekzamen oladigan, bittasi dokumentingizni ko'rib chiqadigan. Ekzamen oladigan DTMga o'xshagan narsasi OSYM deyiladi, ya'ni o'lchma, seçme va yerlashtirma markazi deydi. Bu sizdan ekzamen oladi. Ekzamen olib bizdan vazirligiga, ya'ni общий vazirligi, u professor dotsent chiqargan polni o'quv vazirligiga jo'natadi. Siz diplomingizni o'quv vazirligiga jo'natib olasiz. Diplomingizni o'zini, litsey diplomingizni o'zi perevod bo'lgan bo'ladi. Bu yerda kelib turkchaga perevod qilib, notarialniy zavirat qilib olib borsangiz bo'ladi. Premyoy borasizmi? Yo'q. Saytiga kirasiz. Misol uchun, o'shani nimasini saytiga kirib, u yerdan onlayn registratsiya o'tasiz. Dokumentlaringizni onlayn PDF загрузить qilasiz. Keyin kun tanlaysiz. Kun tanlagandan keyin originali bilan borasiz. Olib borib topshirasiz. Original bo'lishi shart. Misol uchun budjetda odamlar diplomini olish kerak. Shunaqa original ko'rish kerak. Diplomini olishardi, aniq qilaman deb, perevod qilaman yoki boshqa joyga nima qilaman deb kelib 15 kun kelib olib ketishar, shunaqa qilishardi-ku. Bilmadim, originali kerak lekin. Originali kerak.
Demak, birinchi hozirgi paytgacha bo'lgan narsani sal aniq qilaylik. Demak, birinchi boshidan demak maktab, litsey hamma diplomlarini nostrifikatsiya qilish kerak. Posolstvodan demak notarialniy zaверять qilib olish kerak. Undan keyin turk tilini o'sha tibbiyot bilan bog'lab o'rganish kerak. Uchinchisi hammasini onlayn application qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Saytini e'tibor olsangiz iloji bo'lsa biza. O'zini saytini oldida nima bor? Yok sistem bor. Yuksak öğretim kurulu deydi. YÖK deydi. O saytiga kirsa o'zi diplom yok denklik yo'qsa o'zi chiqadi. Ya'ni nostrifikatsiya degani. Linklarni tashlab beraman, o'shani qo'yaverasiz. Linklarni tashlab bersangiz, mana shu videoni tagida qoldirib ketamiz-da. Shunaqa. Unga pasport bilan kirsa ham bo'ladi. Yo'lda nostrifikatsiya qilib bo'lganingizdan keyin, ya'ni onlayn topshirib bo'lganingizdan keyin обязательно o'sha hujjatlarni yig'ib Turkiyaga kerak. Shunaqa. Ya'ni menimcha, meni fikrim baribir keladigan bo'lsa, уже nima ko'p bo'lmaydi. Vaqt, ya'ni очередь ko'p bo'lmaydi-da. Misol uchun Turkiyaga kelib topshirsangiz ham 1-2 hafta yoki 3 haftadan keyin очередь olsangiz bo'ladi. Ya'ni diplomingizni kelib bu yerda Turkiyada universitet diplomini men bu yerda qildirganman. Bu yerda kelib nostrifikatsiya, перевод qildirib, zavirat qilib, onlayn podovat qilib, keyin kun tanlaydi. Bir oyda misol uchun kun beradi, shundan bir kun tanlaysiz. Olib borasiz o'sha kuni. Kirish uchun sistemadan pasportdan foydalanasiz, pasport danalaringizdan. Shu bilan topshirasiz. Ba'zilari kelib kimlik olib, o'tirma izni olib topshirishgan. O'shana qilsa yaxshiroq. Har doim pasport bilan qiynalib yurmaydi. Agar O'rtamasi nima o'shani aniqroq qilib aytib bering. Nimani olib? Bitna jitesiga o'xshagan narsa. Karta beradi-ku. Bitna jitesi beradi. ID karta oladi Turkiyada. Uni kimga beradi? Nima deysiz? Uni qanaqa bo'lsa bo'ladi? Uni Go'ch idorasi bilan olinadi, Tashqi ishlar vazirligi, u boshqa soha. U doimiy yashab turganlar bilan olinadi. Aytmoqchiman, hamma odam o'zi ola olmaydi demak, to'g'rimi? Yo'q, ola oladi. Borib keladi. Misol uchun hozir O'zbekiston fuqarosi 3 oygacha ruxsat-ku Turkiyada qolishga. Keladi misol uchun maqsadli vizaga qolishga nima qiladi? Dokument topshiradi. Student bo'lishi mumkin, turist bo'lishi mumkin. Oldinlari ko'p berishgan-ku, hozir turistlarga ozgina birinchi yil beradi, keyingi yiliga berishga qiyin bo'lyapti deb eshitdim. Shu holatlarda, lekin beradi. Shunaqa qilib birdaniga ID karta bilan topshirsa, hammasi avtomatizatsiya bo'lib ketadi. Har doim hammasi ko'rinadi. Shunaqa bo'lib ketadi. Men misol uchun pasport bilan topshirganman, keyin ID olganimdan keyin u sistemam bilan bittasini ariza yozib birlashtirganman, misol uchun. Bu meni sistemam deb, men ID kartamni birlashtirganman. Uni topshirgandan keyin, aytganimdek, yo'qqa borib topshirgandan keyin, aytdim-ku hozir posolstvo qog'oz qilib beradi deb. Qog'ozini qilib bersa bo'ladi. Ikkinchi etapi hozir oxirgi 1-2 yilda qilishyapti ekan, arxivdan borib, o'zini universitet arxividan bu diplom haqiqiy deb qog'oz oladi. Shunaqa qilishyapti hozirda. Rektor qo'l qo'yadi keyin. Shunaqa, rektor qo'l qo'yib beradi. O qog'oz bilan Turkiyadagi O'zbekiston posolstvoga olib borib ko'rsatadi, u turkchaga o'girib pechat qo'yib beradi. Vaqt mashinasi udobniy ekanda, demak. Shunasi udobniy, ha. Demak, Turkiyaga uchish institutda bitirib diplom olgandan keyin bo'ladi. Shunaqa. Bo'ldi. Diplom qo'ldan bo'lgandan keyin bo'ladi. O'sha arxivdan olib kelib posolstvoda davlat to'lovini qilib o'sha qog'ozni jo'natsa, vaqti qisqa bo'ladi. Ya'ni bugun topshirdim, misol uchun, u qog'ozni 2 kundan keyin hal qilib olib borib berdi, diplomingiz o'zi ishga kiradi. Ya'ni siz javobingiz 3 oy 4 oyda chiqadi o'sha. 3 oy 4 oyda siz diplomingiz tasdiqlanib ko'rib chiqiladi, ha. Ko'rib chiqiladi. Yetadimi, yetmaydi deb ko'rib chiqiladi. Ikkinchi etap, u ko'rib chiqqandan keyin sizga nima deydi? 24 hafta internatura, keyin men bu STS degan ekzamen hamma gapiradi-ku, hozir ko'pchilik biladi. 2 yil oldin nima deyishardi, hozir ko'pchilik biladi. STS ekzameni, TUS ikkinchi etapga kirish uchun OSYM degan, ya'ni biz DTMga o'xshagan sistemda registratsiya qilish kerak. Unda registratsiya qilib, u yilda 2 marta bo'ladigan ekzamendan, o'sha ekzamendan 15 kun qolib, 1 oy qolganda nimalar ochiladi? Dokument olish boshlanadi. Registratsiya bo'lgandan keyin poshtinasini to'laydi, summasini to'lab registratsiya qiladi. Registratsiya qilib ekzamen kirib chiqadi, undan ball chiqadi. Ball chiqqandan keyin u balli agar minimumdan o'tsa, o'sha ball bilan siz qog'ozni olib, attestat testingizni javobi avtomatik ham ko'rinadi-ku, lekin uni ham qog'ozni javobini olib ariza yozasiz, yo'qqa yana. Men ekzamendan o'tdim. Meni 4 ta banisa tanlaysiz, 1 2 3 4 ni. Birinchi qaysini xohlasangiz. Mana shu 4 ta banisadan qaysi biri bo'sh bo'lsa, meni internaturaga jo'nat deydi. Deb ariza yozasiz. Ular sizga arizangizni ko'rib chiqib, 1 oy ichida banisaga jo'natadi, sizga ham jo'natadi. Aytadiki, bo'ldi, ekzamendan o'tibsan, yaxshi. Hozir seni internaturaga jo'natamiz. Masalan, men Hajittepada qilganman Anqaraga. Anqaraga dekanatiga ham jo'natadi, menga ham jo'natadi.
Keyin men Anqaraning dekanatiga boraman. Yo'qdan qog'oz keldi, men internatura boshlashim kerak deb. Ular keyin aytishadi. Bo'ldi, 6 oy ekan. 1 oy daxiliya terapiya, 1 oy xirurgiya, 1 oy misol uchun shunaqa ekstrem deb yozadi. Har bir oyga qo'yib beradi. Misol uchun bu oy buni qilasan, keyin uni pul to'lovi bor. Mana mana shu To'lovi bor. narsani aytib ketaylik. STS imtihon topshirish uchun nima narsalar talab etiladi? Mana hujjatingiz, diplomingiz tasdiqlanishi shartmi STS gacha? STS gacha diplomingiz topshirishingiz shart. Ha. Tasdiqlanishi emas. Yo'q, sistemaga topshirishingiz kerak. Originalni Topshirilgan ham tasdiqlanmagan bo'lsa ham men STS topshira olaman. bo'ladi. Bo'ladi. Okey. Bo'ladi. Faqat diplomingizni topshirdi, posolsiyadan qog'oz olib kelib berdingiz, ish ko'rilyapti, u hisoblanadi. Agar Okey. topshirmasdan STSga kirsangiz hisoblanmaydi. Mhm. STS Ekzamindan o'tgan hisoblanmaydi. STS ga application qilish nech pul? Men oxirgi marta o'tgan yili ko'rdim, qimmat emas-ku, bir men topshirganda juda kam summa edi-da, $20 shunaqa edi. Oxirgi marta $50 bo'lsa kerak. Minimum. Juda ham kam. Juda, ya'ni USMLga o'xshab qimmat emas, ya'ni $1000 emas, aniq. Ya'ni summasini ko'rishim kerak-ku, oxirgi topshirganlar biladi o'zi ko'pchilik. Men endi 2021 da topshirganman-da, 20-yilda topshirganman. O'shaning uchun biz vaqti bilan, inflyatsiya bilan hozir, lekin 2 yil oldin, 1 yil oldin ko'rdim, tuz 4000 lira edi-da, ya'ni 4000 lira $100. Ya'ni uni yarmi bo'ladi-da, yarmi etabiga kirganimiz uchun shunaqa bo'ladi. Ya'ni $40-60 orasida bo'lsa kerak. Keyin bu imtihon onlayn topshiriladimi, qayerda topshiriladi? Yo'q, offlayn topshiriladi bu. Bu oldin faqat Anqarada edi STS ekzameni. Hozir ham Anqarada faqat deb bilaman STSni, lekin tuz oldin faqat Anqarada edi. Hozir ko'p viloyatlarda bo'lyapti tuz ikkinchi etapi. Ikkinchi etapini ko'pchilik joyda bo'lyapti oxirgi 2-3 yilda, lekin STS asosiysi Anqarada bo'ladi deb bilaman. Agar o'zgarmasa. O'zgarishi ham mumkin. Tuzda nimalar so'raladi? Tuzda sizni tayyorlayotgan USML'ingizni step 1, step 2sini ikkalasi so'raladi. Ha, bu demak klinik savollar ko'p bo'ladi STS. Bir xil savol bo'ladi. Algoritmlar so'raladi. Ha, STSda asosan step 2 mantiqga. Tuzda step 1 bilan step 2 ikkalasi. Tuz kunida olingan savolni, tuz kuni bir kunda tuz bo'lsa, ayni kunda STS bo'ladi. Birinchi etap step 1 o'tgandan keyin step 2si bo'ladi. Step 2si ham STS hisoblanadi, ham tuzning ikkinchi etapi hisoblanadi. Bir xil savol bo'ladi. Bir vaqtda ikkalasini topshirmaydi, to'g'rimi? Siz anu 6 oylik internat o'rni o'tganingizdan keyin tuz topshira olasiz, to'g'rimi? Undan keyin haqqingiz bor, ana shunaqa. U siz tuzga kira olmaysiz hozir. Ha, tushunish Oson oson hisoblanmaydi. Men o'zim kirganman tuzga. Kirganman, bilim olganman, lekin diplomim bo'lmagani uchun, подтверждение bo'lmagani uchun, hali kutganim uchun yetisha olmaganman dokument topshirishga, hisoblanmagan. Ikkinchi marta kirishga majbur bo'lganman. Demak, bizda qanaqa bo'lyapti? Diplomni topshirib qo'yaman, STS topshiraman, 6 oylik, 9 oylik haligi internaturani o'taman, keyin tuz topaman. O'tasiz, o'shandan keyin sirasi topshirsangiz ham bo'ladi, chunki diplomingiz chiqishi 1 oy oladi. Undan keyin tuz topshirsangiz 1 oyda, tuzning javobi chiqishi ham 1 oy oladi. Uni javobi chiqqandan keyin ham yerlashtirishini, bir joyga jo'natishini ham 1 oy oladi. Ya'ni 2-3 oy plus minusdan yutsangiz bo'ladi, lekin 5-6 oy oldin yuta olmaysiz, yetisha olmaysiz. Aytmoqchi bo'lganim, agar meni diplomim tasdiqlanib bo'lganidan keyin ikkala imtihonni sirasi topshirsam bo'ladimi? Diplomingiz tasdiqlanishi uchun siz STSni topshirgan bo'lishingiz kerak o'zi. Siz etapini hozir eshitib qarang. Diplomingizni topshirdingiz, posolsiyadan olib keldingiz. To'g'rimi? STSga kirdingiz, STSdan o'tdingiz. STSdan o'tdingiz. Keyingisi internaturangizni qildingiz. Internaturangiz tugatganingizdan keyin 1 oy ichida sizni VOP подтверждение diplomingiz chiqadi. U diplom bilan siz tuzga kirishga haqqingiz bor. Ha, internaturasiz bu narsaning iloji yo'q demak. Yo'q, internatura tugaydi. Internatura tugatib, ertasi kuni tuzga kira olasiz. Chunki tuzga kirasiz, 1 oy javobi chiqadi, u 1 oy ichida siz diplomingiz chiqadi. Chunki mana bunaqa narsada tuz ekzameni bor, ertasi kuni tashlamaydi-da buni javobini. Tuz bo'ladi, 15 kundan keyin javobi chiqadi. Keyin bolnitsalarga kvotalar ochishi 1 oy oladi-da. Ya'ni bu vaqt uzaydi. Ya'ni siz hozir tugat, ana. Qog'oz xohlashadimi? Yo'q. Siz diplomingizni подтверждение qilgan qog'ozni ekzamen kirish uchun xohlashmaydi, lekin sizni ano bo'lish uchun orqadan o'tib ketdi. Sizni bitta joyga rezidentura boshlash uchun sizni nimangiz kerak? Подтверждение diplomingiz kerak. Yana bitta narsa, internatura tugamasidan turib, men tuz topshira olaman yarim orasida, to'g'rimi? Topshira olasiz, lekin yetisha olasizmi, yetisha olmaysizmi, bu вопрос. Yetisha olasiz degani nima deganim?
Ya'ni aytyapman-ku, tuz ekzameni yanvarda bo'ldi deylik. Fevralda javobi chiqdi deylik. Martda universitetga tashlash boshlanadi-da, misol uchun. Sizni rezidenturangiz fevralda tugasa, siz martda diplomingiz chiqmaydi. Aprelda chiqadi. Ya'ni u yana qiyin bo'ladi-da, misol uchun. keyingi anaqaga qolar ekanda unda. Keyingi tuzga qolasiz. O'shaning uchun meniki ham mana bo'lganda, mana qarang. Men fevralda tugatganman rezidenturani, internaturani. Martda 21da ekzamenga kirganman tuzga. Fevralda tugatganim uchun martda oxirida, aprelda boshida birinchi men diplom kelgan. Lekin tuzsi javobi 21-martdagi tuzsi javobi aprelda 20-si chiqqan javobi. Ya'ni olgan balim. Bolnitsaga tashlashi 21-aprel oxirida chiqqan bo'lsa, mayni 5-6-sida boshlangan. Ya'ni men Srogi bormi bu narsani? Misol uchun tuzsi topshirganimdan keyin srogi qanchaga yetadi? +- 2 deyapman-ku. +- 2 oy. Agar siz ekzamenga kirganingizda oxirgi oyingiz bo'lsa, internaturingizga yetisha olasiz. Lekin 3 oy qolgan bo'lsa, yetishingiz qiyin. Yana boshqatdan topshirar ekanman-da. Shunaqa. O'sha men risk qilganman o'zim, misol uchun. G'alatiroq sistema ekanda. Bunaqa g'alatiroq sistema. Ya'ni diplomingni olib keyin, yana bitta narsa bor. Sizni tuzga kirdingiz, sizni bolnitsaga, rezidenturaga tashlash uchun sizni tildan, ekzamendan sertifikatingiz mana shu talab qilinadi. Mana shu Agar endi mana shu til ekzameningiz sertifikati bo'lmasa, siz tuzsiz bo'lsa ham, подтверждение qilgan bo'lsangiz ham, balingiz yetmasa ham tashlamaydi. Haqqingiz bo'lmaydi. Rezidenturaga demak qarang, qo'lingizda diplomingiz tasdiqlangan, tuz STS topshirgansiz, internatura o'qigansiz. STSni unuting siz. STS o'zi подтверждение bor. Internatura, diplom подтверждение plus til ekzam bo'lishi kerak. Siz internatura bilan tuzni orqaga tashlayvering. Siz diplom подтверждениеңiz bormi? STS bilan internaturani hisoblamang. O'zi unuting uni. Undan keyingi etap tildan ekzamen. U tuzdan o'tgan ekzameningizni javobi, balingiz, keyin nima? Diplom подтверждение qilgan qog'oz, 3 ta qog'oz bitta. 3 ta qog'oz demak kerak bo'larkan. Tushundim. O sistema bu uni ham desam ol. OET topshiramiz-ku biz. Xuddi shunday. Step 2 step copy paste ekanda, faqat turkcha. 2015gacha nima qilishgan? IELTS qabul qilishgan, B2 bo'lsa, preemlium qilib, 2015dan keyin yopib yuborishgan. Chunki menda 2019-20 da olganimni hisoblashmagan. TOEFL bo'lsa ayni balda olamiz deyishgan. Keyin men undan ekzamenga kirib chiqqanman. O'zining ekzameni uncha qiyin emas, 90 ta savol bo'ladi. 3 ta ekzameni bor bularning. Yo'q dil, tip dil, YDS, yavanchi dil sinovi degan. 3 tasi bor. Uchalasidan bittasiga kirsangiz, uni ham OSM oladi uni ham. Ular 3 tasidan bittasiga kirsangiz hisoblanadi. Ya'ni o'tsangiz bo'ldi. Minimalni baldan o'tsangiz, uni ham nimagacha topshirib qo'yish kerak. Oti nima edi? Распределениеgacha topshirib qo'yish kerak, chunki uni ekzameni oldinroq topshirsa ham bo'ladi. Internatura payti, chunki 5 yilga o'tadi u. O tip tilga kirsam ham udobniyroq bo'lsa kerak bizga. Siz ham o'rganib chiqing-chi, ha? O'zbekcha ekan-ku, o'zi tibbiyot tili. Osonroq ekan deb tip til men buni bilaman deydi-ku. Xo'p, qarang-da, bitta narsani bilib demak, xullas oxiri aytaylik, til sertifikati, diplom подтверждение и tuzsi bali uchalasini oldim. Okey. Qaysi siz ololmaysiz, sistemda bo'ladi-ku, sistemda bo'ladi, OSMda bo'ladi bu. Keyin bolnitsalarga kvota ochiladi. Bolnitsalarga kvota ochiladi, siz o'zingiz saytingizga kirib, o'zingizni lичный kabinetingizga kirib, balingizga qarab, nimangizga qarab, keyin misol uchun bu kvotalar ikki xil hozir. Inostranslarga o'zini xalqiga, misol uchun. O'zini xalqiga misol uchun 20 ming ta ochsa, inostransga 500 ta ochadi. Bizning paytda 440 ta ochdi, 8 yoki 7 donami, 5 dona kardiologiya ochgan misol uchun. Biz meni yilimda. Misol uchun o'sha xohlagan universitetingizdan 30 tagacha ruxsat beradi, 30 tagacha po очереди tanlaysiz. Eng xohlaganingizdan eng oxirgacha. Menimcha eng zo'r, eng qiyin payti o'zi bu. Hammasini aytyapsiz-da, bu qog'oz, bu ekzamen, yo'l aniqda. Eng qiyin payti bu. Ya'ni men nima bo'laman degan, men nima bo'lish xohlayman. Tanlashadimi yo'qmi degan joy eng qiyin bo'lsa. Yo'q emas. Tanlashadimi emas. Men nimani xohlayman? Siz misol uchun kariyerda kardioxirurg bo'lish bo'lsa, kardioxirurgiya qilasiz-da. Lekin o'sha paytda bo'lim tanlayotganingizda agar o'zingiz nima qilmagan bo'lsangiz, qaror qilmagan bo'lsangiz, bu jarayon juda qiyin. O'sha joyda. Chunki bu, ya'ni ba'zilari miyaga qo'ygan bo'ladi. Men kardioxirurg bo'laman, men kardiolog bo'laman, boshqasi bo'lmaydi degan narsa bo'ladi. Lekin tanlolmaganlar ham bor-da. Shuning uchun bu eng qiyini.
qaysi больницani qaysi misol uchun, chunki bu yerda programmalar bor, TUSPA deb shunaqa narsalar bor. Больницadagi ishlash bo'yicha otsiz yozadi, oldindan ko'rish gaplashishadi, qanaqa ishlash, nechta kishi bor, mana shunaqa qilib. Bizga ham kelishadi, chunki tanlashdan oldin men kelmoqchiman, ishlash qanaqa, ko'rish uchunda kim olgan joy yaxshimi yomonmi deb. O'shani 30dan keyin misol uchun bir hafta qabul boshlansa yopiladi, keyin bir haftasidan keyin javob chiqadi. O javob bilan keyin siz universitetga borib xohlagan dokumentlarni topshirib, keyin rezidentturani boshlaysiz. Aha. Universitetga borganingizda turk tili sertifikati больницаga borganingizda talab qilinishi mumkin. Bizdan talab qilingan. O'sha paytda kerak bo'ladi. U paytgacha siz 2 yil yurgan bo'lasiz, turkcha o'rgangan bo'lasiz, topshira olasiz bemalol. Turkcha zo'r bo'ladi ish. Ha, o'shaning uchun o'sha paytda bo'ladi. Keyin rezidentturani boshlaysiz. Xo'p. Qarang, savol tug'ildi. Endi Haligi match periodi bor-ku, siz qaysi kasalxonaga kirishingiz. Siz qaysiga kirishingizni kim hal qiladi? siz qaysiga kirishingizni berilgan kvotalarga qaraydi. O'zingiz hal qilasiz. Очередь bo'yicha tanlaysiz etapni. Bu sizdagida nima emasda, har bitta больницаga alohida topshirilmaydi. Ya'ni больницаga dokument topshirib borib suhbatga boradigan narsa emas. Bu aytmoqchi bo'lganim, misol uchun eng zo'r больницаlar, misol uchun eng yuqori balllarni tanlab oladimi? Nima qanaqa bo'ladi? Shunaqa, endi talab masalasida ko'pchilik bitta joy xolasa eng katta bola oladi. Samozob shunaqa bo'ladi. No, sizga bergan kvotaga qaraladi, inostranslarga. Inostranslarga bergan kvota bo'yicha kira olasiz. Misol uchun, siz xohlagan больница inostranslarga kvota ochmagan bo'lishi mumkin, kira olmaysiz. Misol uchun siz kardiologiya tanladingiz. Kardiologiya ballingiz yetmay qoldi, lekin bu ball bilan qolgan yo'nalishlarga bemalol kira olerdingiz, misol uchun. Nima bo'ladi? Yo'q, o'sha 30 ta tanlaysiz-ku. Birinchini qaraydi. Birinchi joyi to'ldimi, ikkinchiga o'tadi. Ikkinchini qaraydi avtomatik. 30 gacha qaraydi. 30 gacha ham sizni balingiz kelmasa, keyin yana ekzamenga kirasiz degan. Ha, boshqatdan keyingi period tutasiz. Yana shunaqa ham. Savol, period 1 yilda bitta keladimi, 6 oyda bittami? 6 oyda bir. 6 oyda bitta. Udobniy ekan, zo'r ekan. 6 oyda bir keladi. Bu hozir shu narsada aytib ketayda. Bu inostranslarga degan kvota bor. Inostranslarga misol uchun oldinlari O'zbekistonliklar, Ozarbayjonliklar misol uchun turk so'yli degan narsa bor-da. Hozir yaqinda ham kunuzda chiqdi. Bemalol borib Turkiyada ishlay oladi. Bu qonunni o'zgartirishdi-da. Oldinlari turk so'yli olsa bo'lardi. Hozir turk so'yli olishni yangi qonunlar chiqaribdi, qiyinlashtirib qo'yibdi deb eshitdim men. Qaysi moddasini bilmayman. No, qiyinlashtirib qo'yibdi. Oldin olganlarga misol uchun 2 kishi topshirgan, bitta O'zbekiston fuqarosi bu yerda o'qigan. Bitta Ozarbayjon fuqarosi bu yerda o'qigan bakalavr, ikkalasiga ham turk so'yliga topshirishgan. Misol, O'zbekiston fuqarosiga turk so'yli berishmabdi. Sababini bilmayman, lekin Ozarbayjon fuqarosiga berishdi turk so'yli. Turk so'yli olsangiz, nima edi shu? Turk so'yli bilan aytib degani nima degani? Turk so'yli bu turkiy xalqlar birlashgan degan narsada sizga polza, ya'ni O'zbekiston fuqarosi uchun ham polza edi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Siz inostrans kvotasidan emas, общий kvotadan foydalana olsangiz bo'ladi. Ya'ni uni bersangiz, uni ola olsangiz, balingiz yaxshi bo'lsa, umumiy kvotadan foydalanib, qolgan joyingizga, ya'ni sizni nimangiz ko'payadi, variantlaringiz ko'payadi. Keyin oshadi, keyin oyligi ham yaxshi bo'ladi. Inostranslarga nisbatan 40% ko'proq bo'ladi. Ha, mana shuni ham aytib ketaylik. O'zbeklarga yoki aytaylik o'sha bizda ingliz tilida IMG deydi. International Medical Graduate'larga qanaqa qaraladi yo'qda? Aytmoqchiman. Bu yerda munosabat qanaqa shifokorlarning? Больницада bu mana bunaqa narsada pul beradigan sistema bilan doktorlar alohida narsada. Doktorlar sizni kollegangizda, sizni kollega, hamma bir xil больницада ishlash bo'yicha. Demak, qanaqadir narsa yo'q. Kollegalar ichida unaqa narsa yo'q. Bir xil ish qilasiz. Unaqa ajratish degan narsa yo'q. Lekin pul beradigan soha baribir assotsiatsiya yoki davlat yoki больница bo'lgani uchun ular bilan siz nimangiz, atnoshingiz. Shuning uchun kollegalar orasida даже 6-kursda internaturada bu yerda ishlashadi-da, misol uchun. Internaturada bu yerda 6-kursda doimiy ishlashadi. Ya'ni kardiologiyada 1 oy keladi, 1 oy biz bilan yuradi. Dejurstvo oladi, dejurstvoga qoladi. Misol uchun dejurstvoda biz narsalar o'rgatamiz. O'zimiz sohamiz bo'yicha EKGni ko'radi, o'stirin infarktni ko'radi misol uchun. Yoki tomirga kirish kerak bo'lsa, radialniyaga kirish kerak bo'lsa, qo'lni yaxshilash uchun qiladi. Chunki
u 6-kurs tugatgandan keyin davlat majburiy bitta joyga tashlaydida uni olib borib. Majburiy tashlagani uchun u yerga borganda ekstrenda ishlaydi. Ekstrenda ishlagandan keyin ekstrenni holatlarini bilish kerak. Ya'ni kardiologiya sohasi bo'yicha misol uchun yoki boshqa soha bo'yicha ishni o'rganish uchun. O'sha narsa uchun bu narsani bilib chiqadi ular. Ya'ni borganda kasallik vedeniyasini, bu holat nima, o'stirimi, tez yordam berish kerak, nima qilish kerakmi? Shu narsalarni bilib chiqadi 6-kursda. Majburiy tashlashadi davlat. Tuzdan oldin. Ha, endi qarang. O'zini fuqarolar. U yerda qarang, solishtiradigan bo'lsak, 6-kursda уже xuddi bizda hozir 6-kursda vob ishlash majburiy bo'lib qoluvdi-yu, bir esingizda bo'lsa. Xuddi shunaqa chiqarishdan ham shunaqa, lekin u majburiyni ham hozir davlat tashlamayapti, majburiy ishlash. O'zing borib ish top gibi o'xshagan narsa bo'lgan bizdagi menimcha. Ya'ni yo'q, lekin o'zini место жительствosiga qarab, ya'ni o'zini propiskasiga qarab jo'natib o'tdi baribir. Bu ham tipi majburiyroq, lekin o'ylab qarasangiz. Bu yerda o'zini joyiga tashlamaydi. Sen Toshkentliksan, Toshkentda qolmaysan, sen Farg'onadasan, ket Farg'onaga degan narsa yo'q. Nimasiga qarab bo'ladi? U davlat tanlaydi, ya'ni sistema tanlaydi. Uni hech kim bilmaydi. Kiradi, misol uchun deydiki, sog'liq bu o'zi o'quv sistemidan keyin bu 6-kursga o'tgandan keyin Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tasiz siz o'zi. Sirazi. O'zi u sistemadan o'tdingiz, yo'qdan Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tadi. Sog'liqni saqlash vazirligi misol uchun bu yil deydi yoki 6 oyda deydi, 200 ta bitiruvchimiz bor deydi. Keyin davlatda qaysi joyda bo'sh joy bor deydi, qaysi joyga doktor kerak deydi. Zaprosga qaraydi, soniga qaraydi. O'shanga qarab tanlab oladi. Ya'ni avtomatik tanlaydi. Ketaveradi, ya'ni borib men nimadandim, Farg'onadandim, borib Farg'onada ishlagim kelyapti deya olmaysiz. Qoraqalpog'istonga tashlaydi, majburiy o'sha yerda ishlaysiz. Majburiy ishlaysiz. Misol uchun ba'zilari 1 yil ishlaydi, ba'zilari 6 oy ishlaydi. O'sha ishlagan paytda TUSga kiradi. TUSga kirib bitta joyga rezidenturaga agar yutsa, u ishni tashlab rezidenturani boshlash haqqi bor, qonuniy. Yaxshi, zo'r ekan. Mana qarang, savol частный institutlarga ham topshirsa bo'ladimi yo faqat davlatniki bo'ladimi haligi rezidentura? Частный больницаlar rezidenturasi yo'q. Unaqasi yo'q, faqat davlatchiligini. Davlatniki asosiy rezidentura. Davlat больницаlarida, частныйlarda bakalavr bor. Ko'pchilikda. Katta частныйlarda bor. Katta частныйlarda bor, hammasida yo'q. Masalan, Medipulda bor. Misol uchun rezidenturasi. Yo'q, lekin ommaviy emas, hamma частныйda yo'q rezidenturasi. Chunki mana bunaqa narsa borda, davlat больницалari ko'pchiligida ham rezidentura yo'q. Chunki rezidentura ochish uchun больница ikkita nima deydi, o'quv kadrosi bo'lishi kerak-da. Bitta dotsent, bitta professor, yoki ikki professor, yoki ikki dotsent, yoki bir dotsent, yoki professor bo'lishi kerak o'sha больницада. Ya'ni o'qita berish huquqiga ega bo'lish uchun. Misol uchun bizni o'rtoqlarimiz hozir ishlaydi ba'zi joyda, davlat больницасida, ba'zisida misol uchun kelganda yo'q edi. Bitta dotsenti bor edi, rezident olishmayotdi. 3 yildan keyin ikkinchi dotsent keldi yoki ikkinchi professor keldi, keyin rezidentura ochildi. Rezidentura olishni boshlashdi. Xuddi shunday narsa. Da, zo'r, yaxshi ekan. Mana shu kriteriyaga qarab qabul qiladi, qabul qilmaydi rezidentlarni. Unaqa, u davlat ruxsat berib, ruxsat bermasligi o'shanga bog'liq bo'ladi. Zo'r. Endi keling bittansini aniq qilaylik, misol uchun aytaylik, solishtiraylik. O'zimizning sistema bilan Turkiyaning hozirgi son saqlash tizimini qanaqa katta farqlari bor? Endi biznikini siz bilasiz-da, men bilmasam, endi 5 yil o'tib ketdi. Hozirgi ancha o'zgarib ketdi. Ishlagansiz-ku, mana misol uchun eksterniydagi farqi. Misol uchun aytaylik, sizni doktorlar bilan medsestralar va anaqa patsientlar o'rtasidagi munosabat yoki aytaylik organizatsionniy ishlarda qanaqa katta farqlarni sezdingiz? Endi hozir gapirib ketib gapirsa keyin yomonlash maqsadida emas, lekin bu yerni ham yaxshilash maqsadida gapirmayman men. Oddiy narsa, misol uchun. Prosta ko'rganingizda farqini, prosta qiladigan narsa nimaga tayyor bo'lish kerak deydi. Bu men bu aytgan kollegalar ichida medsestralar, doktorlar, studentlar orasidagi menimcha munosabat bu odamning o'ziga bog'liq bo'ladi. Bu muassasa yoki nimaga bog'liq emas. Ya'ni sog'liq saqlash kelib, odamga buni yaxshi qaraysan, bunga yaxshi gapirishing kerak degan narsa yo'q-da. Bu menimcha har bitta odamning o'zini ilmiy holati, ya'ni munosabati bu. Ya'ni отношение bo'yicha-da. Bu отношение bo'yicha bitta joyda yomon bo'lishi mumkin, Turkiyada ham bo'lishi mumkin, O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Lekin umumiy holatda olganda
4-kurs, 5-kurs yoki internet turalarini qarayman man. O'zini doktor deb his qiladi. Asosiysi shu. Aha. Asosiysi shu. Munosabat hamma joyda boshqa bo'lishi mumkin. Chunki sizni qarshingizda o'tirgan odamni sizga qanaqa gapirishi baribir endi u sistema bo'yicha emasda, odamning o'zi bo'yicha meni fikrim. Lekin nima bor? Harakat qilganda, misol uchun bannerlar nima desamda, hozir bolnitsada tursa, misol uchun 2 ta internaturam bo'lsa, dejurствоda, 3 ta remedsistaram bo'lsa, 2 ta personalim bo'lsa, misol uchun internlarni misol uchun boshqarishni biz qilamiz. Misol uchun ish qilishni o'rgatishni. U yerda misol uchun birga o'tirib ovqatni yeydi, birga ishni qiladi. Misol uchun kollegada ishlaydi. Bir oy o'tirsa ham misol uchun unaqa narsa yo'q. Bu boshqa joydan keyin ketadi. Bunaqa narsa yo'q. Xullas bu yerda qarang, sizga student keladi, sizga intern keladi, siz o'zingiz rezidentsiz, sizni o'zingizni bitta attending, ya'ni shifokor boshqaradi. Boshqarish dejurstvoda bo'lmaydi. Dejurstvoda bo'lmaydi. Lekin boshqa kunduz shahartlarda professor bo'ladi. bo'ladi. Mani ustimdagi professor, ha, shunaqa. Mani ustimdagi biz mana shu tizim mana shu katta farqda, to'g'risimi? Mana har bitta bo'limda bunaqa emasda O'zbekistonda. Unaqa, bizda dejurstvoga kirganda soat 5 da dejurstvoga kirsak, ertalabgacha u dejurstvoga hamma odamga, internaturaga ham, medsestraga ham, personalga ham, kasallarga ham hammasiga siz javob berasiz. Javobgarsiz siz. Shunaqa. Ertaga u narsa bo'lsa, u professor ulardan so'ramaydi, mendan so'raydi. Shunaqa. Bu endi sistemani farqida bu. Shunaqa. Yana bitta narsa, shifokorlar ishlayotganda 100% guidelines bo'yicha ishlaydimi? 100% guidelines bo'yicha ishlaydimi? Bu yaxshi savol bo'ldi, chunki bu juda muloqotda bo'lgan narsa. Guidelines bu misol uchun Yevropada chiqqan guidelines bu asosan ularning xalqiga nisbatan chiqadi, misol uchun. AHdan chiqqan Amerika xalqiga, populyatsiyaga nisbatan chiqqan. Turkiyada lekin mana bunaqa narsa bor. Guidelines o'qiladi. Guidelines %100% o'sha xalqqa to'g'rimi, noto'g'rimi bu katta savol. Lekin o'sha xalq bilan qilganda guidelines 100% bo'yicha guidelines bilan qilinadi. Lekin mana bunaqa narsa borda, buni to'g'risini bilish kerak. Guidelines nima deyapti? Chunki ular dokumental meditsinaga asoslanib qiladi. Ya'ni dokumental meditsina bo'lgani uchun bu to'g'ri yoki bu noto'g'ri deb ayirib beradi. Sizni malpraktisingizni ishlayotgan paytingizda sizni himoya qiladigan narsa guidelines. Asosiy. Okey, savolning javobi ha yoki yo'q. Aytyapman-ku, %100 hamma joyda qilinadi. Men o'zim bolnitsamda qilamiz. Aytyapman-ku, bitta narsa qilishingizdan oldin kalizga keladigan narsa bemorga foydam ko'p bo'lsin yoki foydam bo'lsin, zararim kam bo'lsin degan maqsadda qilasiz-ku. Agar guidelinesda qarang, anaqa narsada aniqroq degan ishni qilsangiz, yo'q, mana qarang, siz guidelinesda qilingan qilma degan ishni qilsangiz, ertaga sizga sudebniy ish ochilsa, guidelinesda qilma degan bo'lsa, siz javobgar hisoblanasiz. Конечно. Chunki noto'g'ri xuddi shunday. Bu guidelensda ishlatilganini ko'rsatadi. Ya lekin isbotlab bersangiz ishingizni Isbotlar nima bilan isbotlab berasiz? Guidelines bilan isbotlab berasiz. O'zingizni kitob bilan isbotlamaymiz-ku, butun dunyoda qilingan narsa bilan isbotlab berasiz. Bir standart bor. Xullas qarang, guidelines bo'yicha to'g'ri aytdingiz, gapingizga qo'shilaman. Misol uchun guidelines 90-95% to'g'ri keladi. 5% holatda qaysidir populyatsiyada O'zbekistonda qaysidir aytaylik enzim kuchliroq ekan, o'shaning uchun bularga bu emas, hamma dori to'g'riroq deyishingiz mumkin. Shunaqa. Bundan oldingi professorlar statiya yozgan bo'lishi kerak bu haqida. O'shanda siz qilib bera olasiz, okey. Lekin bu minimalli joyi bo'ladi, 2-3 ta dorilarda farq bo'ladi. Lekin metodikalarda katta farq bo'lmaydi-da. Shuning uchun aytdim. Yo'q, men ishlaydimi? Hamma Turkiya. Ishlaydi. Ya'ni ma'lum aytaman. Bitta odam bolnitsaga kirib, Yevropaga kirib, bir bolnitsaga kirsa, Turkiyaga bir bolnitsaga kirsa, Amerikaga kirsa, yordam berish bir xil bo'ladi. Aha. Zo'r. Apparatura farq bo'lishi mumkin. Apparaturalari farq bo'lishi mumkin, odamlarda farq bo'lishi mumkin, lekin standart bo'yicha bir xil ishlashadi. Mana shu juda ham katta narsa. 5% bir xil ishlashadi. Juda katta narsa. Endi bu yerda tanlashganda, bu misol uchun qarang. Hozir bizda misol oddiy aytyapman-da. Bitta inglizcha kitob ma'lumot ko'pchilik endi yig'lab bo'lsa ham aytamiz, bizda nima yo'q-da, ilmiy izlanish kam baribir yo'q. Ya'ni baribir Yevropa bilan Amerika taqilyapti. Bu hozir statistikalar, mana bu dokumental meditsinalar bular Turkiya ham qo'shiladi-ku, endi boshqa davlatlar ham bor bu tarafda, Eron, Koreya. Bular tayyorlashda xullas. Ha, shunaqa.
Shunaqa narsa bor. Endi buni biz til bilmasak bizga yetib kelishi oldinlari misol uchun ruschaga o'girib kelganda bizga kelguncha vaqt bor-ku, u vaqtgacha misol yillar o'tib ketadi, misol uchun. U yillar o'tib biz u guidelines o'qiguncha yangi guidelines chiqadi, misol. Hozir member bo'lsam, mana misol uchun men American Heart Association'ga memberman, chiqsa sirasi Aha. ololmayman misol uchun. O'sha siz tilingiz bo'lgani uchun o'qiysizda. Skachab ma'lumotni inglizchada ertasi kuni bersa bo'ladi. Ma'lumotni bepulga qo'yib qo'yishibdi-da. Men sizga bitta narsa Bepulga qo'yib. anaqani kardiologический sentr bor o'zimizdagi 15. Aha. Почти 100% guidelines bo'yicha ishlaydi. European Cardiology Association'da ishlaydi. Plus 16 da bor-ku hozir. Up to date ishlatadi bo'lmaydi Amerikaniki. Up to date ishlatish kerak. Up to date misol uchun ba'zilari yoqtirmaydi, lekin bu up to date ishlatiladi. Bizni bankisadan sotib olgan. Yo'qmizda o'sha. Yo'q, bor. Yo'q, bu narsa bunaqa narsa-da. Biz o'qiganimizda 200 ta tugatgan bo'lsa, 200 tadan 10 ta chiqsa, bu yaxshi natija degani emas demoqchiman-da. O'sha ma'noda gapiryapman. Bizda hali ham lecheniya bor. Biz O'zbekistonda men studentlik paytda ko'rganimda ham hali ham aytaman. Yaxshi doktor, juda yaxshi doktorlar bor. Kasalga yordam beradigan, ya'ni Turkiyada qaysi operatsiyani qilsa bizda qiladigan bor. Bizda yaxshi qiladiganlar ham bor. Bu aniq, bu aniq. Bunga hech qanaqa bilan surishtirsak, guidelines bilan ishlaydi ko'pchilik. Endi o'zini o'zi nima deydi-ku, o'zini o'zi hurmat qilgan odam doktor ko'rish kerak. Guidelinesni ko'rib turish kerak, o'qish kerak, chiqish kerak. Aytyapsiz-ku, American Heart Association yoki Yevropaga ko'p turman, ko'pchilik chiqib yangiliklarni olib hozir oldingida emas. Misol uchun ko'rib bu yoqqa borib, ko'rib. Men yaqinda bizani nima bilan gapirib o'tib ketdi, Allor aka bilan ko'rishdim, tanishib qoldim misol uchun. Ko'rdim, Instagramda ko'rdim. Misol uchun ular qilayotgan ish hozir mana bizda Turkiyada nima qilsa o'shani ish qilyaptilar ular. Allor aka polni guidelines bo'yicha ishlaydi. Polni 100% guidelines bo'yicha ishlaydilar. Demoqchimanki, mana Turkiyada qilinyapti hozir. Men Katta Banisa degan joyda misol uchun ishlatilgan narsalarni Toshkentda o'shalar qilishyapti. Balki boshqalar ham qilayotgandir, ko'rmayotgandirmiz balki. LinkedInda yo'qdir yoki nimada yo'qdir-ku, lekin qilyaptilar misol uchun. Bu yerga kelib panelist bo'ldilar misol uchun. Hamma bilan gaplashib bizda birga 3 kun misol uchun aytib o'tdilar. Xursand bo'ldik. Ya'ni qilyaptilar. O'zlari ham ko'ryaptilar. Bu narsa aytayaptilar-ku bizga yoshlarga deb yo'l o'sha ma'noda aytayaptilar-da. Ya'ni yangi kelayotgan yoshlar o'rganib, bilimni bir-birimizga berib, bizani sistemani O'zbekistonni ham yaxshi, hozir ham yaxshi-ku, yaxshiroq sistemaga olib chiqish meditsina sohasida. Ya'ni tizimni aytganingizdek, bu internatura ish bo'yicha, nima bo'yicha yaxshilash kerak, asosiy maqsad bo'yicha. Meni keyingi narsa, rezidenturani bitirgandan keyin to'laqonli yaxshi shifokor bo'lib chiqadimi Turkiyada? Rezidenturani bitirgandan keyin kelajak qanaqa bo'ladi? Kelajak qanaqa bo'ladi? Yo'q, chista o'zingiz konkret fikr. Turkiyada qolish masalasi, boshqasi. Kelajagi bitta narsa aytaman, ertaga ish tugatganda men qayerda ishlayman degan savol yo'q bularda. Ya'ni ertasi kunda men qayerda ishlay olaman bu diplom degan tushuncha yo'q. Ya'ni aniq ishim bor, aniq joyim bor deb biladi. Ya'ni qayerda bo'lsa bo'lsin. Aniq точно ishim bor deb his qiladi. Shunaqa. Ko'chada bunaqani bitta joyga boraman, hech kim deb his qilmaydi. Inostranslar rezidentura tugatgandan keyin siraza xususiy davlatlar, xususiy kasalxonada ishlash haqqi bor. U davlatnikida haligi sistemaga ular kirmaydi, to'g'rimi? Agar turk so'ylov bo'lsa, kiradi. Kiradi. Inostranslar turk so'ylov bilan o'qigan bo'lsa, turk so'ylovga kirsa, davlat banksiyasida borib ishlaydi, haqqi bor. Misol uchun. Bu yerda misol uchun 5 oy oldin bizani bitta nimamiz tugatdi, xususiyda ishlayapti hozir. 5-4-oyda ishlayapti, yaxshi ishlayapti. Ya'ni aytayapman-ku, qila oladigan bo'lib chiqadimi? Hamma 100% qila oladigan bo'lib chiqmaydi. Ya'ni professor qilgan ishi 100% hammasini qila olmaysiz. Biz rezidenturada mana bunaqa narsa borda. O'quv plani bor. O'quv plani bo'yicha birinchi yilda mana bu narsani qila olishingiz kerak. Birinchi yilda ekzamen bo'ladi, bu narsa bo'yicha bo'ladi. Ikkinchi yilda mana bu ishni qila olishingiz kerak. O'shaning uchun aytayapman-ku, bizda birinchi klinikadan boshladik, keyin kardioreanimatsiya, keyin Holter, keyin ekokardiografiya, keyin angiografiya deydik-ku. Bu hamma etapdan o'tgandan keyin ekzameningiz bo'ladi.
Ya'ni siz diplomingizni topshirganingizda, misol uchun, bu ishni qilgan, hatto qo'ygan stentingizni sonigacha qo'yiladi. Ya'ni nechta qilgansiz, e, nima ishlarni qilgansiz, nimani qila olasiz, kim bilan qilgansiz. Chunki professor bilan qilgan bo'lsangiz, u operov qilishi kerak. Bu narsa hammasi bo'ladi. Hamma narsasi yoziladi. Plus ayni vaqtda 5 yillik kardiologiya bo'lsa, misol uchun, ikkinchi yilidan уже domlangiz ma'lum bo'ladi. PhD'ingizni ayni vaqtda olib ketasiz. Majburiy. Qilmasangiz bo'lmaydi. Qilmasangiz diplom ola olmaysiz, ya'ni chiqa olmaysiz. Tugata olmaysiz. Shu narsa bo'yicha, misol uchun, u temasini o'zingiz o'qituvchingiz bilan, professor bilan, misol uchun, menda har kun juma kuni soat, misol uchun, 12 dan yoki 1 dan 2 gacha yoki 3 gacha mana shunaqa 3 yil mobaynida mana shunaqa nima bo'ladi? Vaqt ajratib, shu bo'yicha bo'ladi ish, misol uchun. Shunaqa narsa bo'ladi. Baza bor. Baza kasalli, ba'zi misol uchun retrospektivni qiladigan bo'lsa, borib arxivga tushib qog'oz olib topshirib bo'lmaydi. Baza bor. Baza sistema o'zida bor. Kasal 10 yil oldin kelgani ham bizga bansiya kelgan bo'lsa turadi. Retrospektivni bemalol patsient topa olasiz. Bo'ladi. Baza bor. Prospektivni qilsangiz ham endi mablag' masalasi bo'yicha ko'pchilik anav qiladi, oti nima edi? Adabiyot berish, chunki etik kurul bor-da. Albatta banitsada bizda bor. Misol uchun, siz bu PhD bu tema bilan qilmoqchi bo'lsangiz, ular to'planib bu tema bo'yicha bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ruxsat beramizmi, bermaymizmi? Kasallarga foydasi bormi, zarari bormi deb baribir uni ko'rishadi. Dabro berishgandan keyin ishni boshlaysiz. Men misol uchun 3 yil kasal to'pladim. Endi statistikaga berdim-da, o'tgan oy berdim. Mani 6 oy, 7 oyim qoldi. Endi statistikaga berdim. Keyin yozishni boshlanadi, yozishni davom ettiramiz. Keyin mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni tugatguncha PhD'ni tugatishingiz kerak. Zo'r. Xo'p, endi keyingi savol. Turkiyani aytaylik, haligi board certified deydi-yu. Xullas, Turkiyada shifokor bo'lib ishlash litsenziyasini qo'lga kiritdingiz. To'g'rimi? Prezident bitirganingizdan keyin. Qat'iy o'tadi bu Turkiyadan tashqari, yo faqat Turkiyaga o'tadi? Bo'lim bo'yicha o'zgaradi. Primoy hech qat'iy o'tmaydi deb bilaman. Ya'ni borib men Turkiyada o'qiganman, men ishlayman deya olmaysiz hech qayerda. So'ng Yevropada boshqa joyda ishlay olmayman, to'g'rimi? Yo'q, endi mana borganlar bor. Borganlar ham birinchi bakalavr diplomini подтверждениyadan boshlashganda. Xullas, yana noldan-da, xullas. O'zini Yo'q, endi hisoblanadi. 5 yil, balki kardiologiyani 5 yil qilmaysiz. Hisoblab topshirasiz, lekin bu yerda ishlaganingiz bo'yicha boshqa joyga borib primoy ishlay olmaysiz. Endi bu narsa bor-da, asosiy maqsad nima? Yevropa bilan Turkiyadagi PhD'ni, ya'ni o'zini sertifikatni olib doktor bo'lish ishlagandan keyin Yevropa bilan Turkiyaning farqi yo'q, mablag' asosida qaraganda. Ya'ni Yevropaga nimaga boryapsiz? Oylik nazarda o'zi, to'g'rimi? Shunaqa. Oylik bo'yicha, doxod bo'yicha farqi yo'q. Ya'ni farqi bo'lmasa nimaga o'zingiz qiynab u yoqqa borib ishlagingiz kelyapti? Qarang, Turkiyani davlat bilan Turkiyaning частный kasalxonalari oyligida farq bor. Davlatniki standart bo'ladi. Oylik standart hammaga davlatda, lekin plus minusi bularning o'zini tushumidan o'zining ishchilariga pul berishadi. Misol uchun oylik tushumdan davlat ham beradi, xususiy ham beradi. Xususiydagi shartnomani qanaqa gaplashgan bo'lsangiz shu bo'yicha bo'ladi. U bo'yicha bo'ladi. Davlatda misol uchun общий tanlanadi. Keyin qilgan ishingizga har bittasiga puan nima beriladi? Ball beriladi. O'sha ballga qarab sizga общий доходdan pul beriladi. Oylik rashodingizdan protsent chiqazib berar ekanda, bizga o'xshaydi. Buni shunaqa o'z rashoddan qilgan ishingiz bo'yicha davlat banitsani dohodi bo'yicha berishadi. Ya'ni rag'batlantirish maqsadida. Xo'p, qarang, bitta tricky question xullas. Faqat xolisona javob bering. Siz nimaga o'tib ketyapsiz-da hozir? Ani oti nima edi? Chuqurlashib bir savollarga o'tib ketib qolyapsiz-ku. Tasavvur qiling-da endi, imkoniyat bo'lsa, to'xtang, boshqa savoldan boshlay birinchi. Yangi bitirayotganlarga hozir Turkiyaga kelish maslahat berasizmi? Va nima uchun maslahat bersangiz, nimaga uchun maslahat? Boshqa variantlari bormi? Mana shu savolga o'zingiz javob bering, o'zingizni hozirgi Turkiyaning endi zo'r kelayotgan Turkiyaga. O'zbekistonda agar ishchi qilgan, o'rgatadigan ustozi bo'lsa, deylik. 6-kurs tugatdi, yaxshi bir o'zini sohasi bo'yicha istagan doktori bo'lsa, o'rgatayotgan bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsa,
e, o'shanga ko'zi yetsa, o'rganib keyin o'sha ishni qilishiga, til o'rgansa, kelishi kelmasa ham bo'ladi deb o'ylayman. Birinchisi. Aha. Shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim mani. Agar mani misol uchun aytganimdek o'sha narsa bo'lsa, birisi bo'lsa, yonida turib, yonida ishlab, o'shan odamdek bo'lib ishlagim kelyapti, men buni o'rganaman, qila olaman desa, kelmasa ham bo'ladi. Ha, ikkinchi masala. Bizni o'zimizni masalamiz. Men bir tashqi dunyoni ko'rishim kerak, qanaqa yashashadi, qanaqa ishlashyapti. Dunyoni ko'rmoqchiman. Bunaqa boshqa dunyoda qanaqa yashashyapti? Misol uchun bizdan boshqa dunyoda rivojlanganroq yoki rivojlanayotgandek yoki shunaqa joylarda meditsina standarti bir xil bo'lganda qanaqa bo'lyapti degan ma'noda chiqsa, Turkiya nimaga nisbatan, Amerikaga nisbatan osonroq yo'l, qisqaroq yo'l deb ayta olaman. Mablag' jihatdan, mablag' jihatdan ham, bu jihatdan ham qisqaroq deb ayta olaman. Uchinchisi, mamlakat savol bor. Yevropaga, Turkiyaga borib, keyin Yevropaga o'taman deydi-ku, shunaqalar ko'p. Yevropaga bormoqchi bo'lsanglar, sirazi Yevropaga borasiz. Tranzitni yo'l xullas, to'g'rimi? Tranzitni qilmanglar bu yerni. Tavsiya bermaysiz tranzitni. Yo'q. Biz kasal bilan ishlaymiz-da, biz dokument bilan ishlamaymiz-da. Ya'ni u yerga borib moslashib, uni sistemani o'rganish baribir Yevropa bilan, Amerika bilan sistema, ya'ni sistema deganim qonun sistemasi farqli-da. Qonun sistemasi farqi bor. Standart bir xil bo'lgani bilan. Bu yerda bitta qog'oz yozilsa, u yerda 10 ta qog'oz yoziladi, misol uchun bitta narsaga degandek narsada. Shuning uchun aytibku, nol bo'lib ketadi, noldan boshlanadi. Belli bir yoshga borgandan keyin odam o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun Yevropami, Nemetskiy, Germaniya. Mana shunaqa. Men Turkiyada ham aytaman, Yevropada ham aytaman. Yevropadagilarni ham ko'rdim. Misol uchun bu yerda rezidentlar keladi, biz konferensiyada ko'rishamiz, workinglar bo'ladi. Turkiya ish asosida, bilim demayapman. Bilim hamma ola oladi. Bilim O'zbekistonda turgan ham men o'qigan narsani o'qib bilimini ola oladi. U muammo emas. Ish o'rganish bo'yicha, qo'l mehnati bo'yicha, ya'ni ish praktikani rivojlantirish bo'yicha, praktika bo'yicha Turkiya menimcha Yevropani o'tadi. Даже bitta bo'lsa. Ya'ni pastda emas. Chunki oxirgi men CTO'da keldik, aytayapman-ku, Yevropadan keldi, Koreyadan keldi, Amerikadan keldi, Italiyadan keldi, Germaniyadan keldi, misol uchun. To'g'ri, ular yaxshi, zo'r, o'zini ish tutsa, lekin u 20 yil ishlayapti-da. Lekin bu yerdagilar ham o'sha ishni qilishyapti. Ya'ni birga o'tirib, bir xil ishni qilishyapti demoqchiman. Shuning uchun ular nimasi bo'yicha balki aytayapman-ku, apparaturasi bo'yicha, xonasi bo'yicha farq bo'lishi mumkin, lekin bir xil. Ular o'zi ishni o'rganib bo'lganlar-da, o'shaning uchun. Bu yerda yangi o'rganuvchi bo'lgani uchun baribir narsa borki, ish o'rganish bo'yicha, qo'l mehnati bo'yicha, praktika bo'yicha qolishmaydi Yevropada. Endi USMLE bilan TUZ STS solishtiraylik. Misol uchun aytaylik, USMLE qay darajada yaqin? Yoki aytaylik, mana USMLE topshirmoqchi bo'lgan odam USMLE 1 yil 2 yil o'qidi-da. Bas fikri o'zgarib qoldi. Shu bilimi bilan aytaylik, turkchani biladigan bo'lsa, imtihon topshira oladi. Turkcha meditsinani bilsa topshira oladi. Aha. Demak, juda ham yaqin bir-biriga kontentlari. Birinchi etapini deya olmayman. Ya'ni meditsina hamma joyda bir xil-ku. So'rashi farqli-da. Lekin oxirgi yillarda USMLEga o'xshab savol so'rashyapti. Ya'ni ikkinchi etapda o'zi klinika bo'lgani uchun step 2 ga o'xshardi. O'zim men oldingi gapirganimda ham aytganman, har doim aytaman, men ko'pchilik, ya'ni tibbiy bilimni oldin USMLEga tayyorlanib oldim. Ya'ni o savollarni yechib, misol uchun, bilasiz o'zingiz ham. Testlarni ishlab, o Kaplanning videolarini ko'rib, Kaplanning kitoblarini biz 5-kursda o'qirdik, esingizda bo'lsa. O'sha paytlardagi misol shuni ko'rib, bunaqa narsa bor ekan deb, keyin bu yerga ham qarab, bu narsani so'rashi mumkin yoki mana bu narsa bor deydi, misol uchun. O'zi textbookni o'qishi maqsadi savolni to'g'ri yechishda. Misol uchun, u textbookni misol uchun siz bergan USMLE kitobini o'qib chiqsa-da 5 marta, bitta orqa tarafdan savol bersangiz, uni yechish olmasa, o'qigan bilan o'qiganning farqi bo'lmaydi. Shuning uchun asosiy maqsad, aytayapman, oldin ham aytganman. Bu ekzaminlar sizni yaxshi doktor qilib chiqarmaydi. Sizni chotki doktor znaniya bo'lib chiqish maqsadida emas. Bu sizga qiyinchilikka bardosh bera olasizmi?
bu yo'lda o'ta olasizmi? Qanchalik sizda konsistensi bor? Qanchalik siz barqarorsiz buni davom etishga? Ruhan ham, vujudan ham, jismoniy ham. Buni o'tganlar o'zi yaxshi balogan. Chunki bolnitsadagilar yoki doktorlar yoki sistema aytadiki, bundan odam chiqadi. Bu ertaga yaxshi filtramda bu. Misol uchun o'rtacha bilimga ega bo'lgan odam bu imtihonni topshirish sal qiyinroq deb baribir. Misol uchun aytaylik, qiyin bu. bilimingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Keyin step 1 step 2 ni topshirgan odamni siz aytaylik, sal pal ish bersangiz odam bo'ladi deya olasizda. Chunki o'rgatgan narsangizni tushuna oladi. Orqasidan keta oladi. Bizda professor gap aytdi-da, 3 kun 4 kun oldin. Bolnitsada yaxshi ishlagan odamni yana ko'p ish berishadi. Qarang. Yaxshi ishlaysiz, bu dam olsin demaydi. Misol uchun 10 ta odam bor, 10 taning ichida 2-3 ta odam yaxshi bo'ladi-da. Ya'ni ishlaydi. Ya'ni yaxshi ishlaydi, unga yana plus ish beradi. Ya'ni qolgan 8 odam 1 qilsa, bunga 2 bergan bo'lsa, yana 2 beradi. Misol uchun 4 beradi, 4 ta ish beradi. Lekin soat 5 da chiqmaydi, uyga borib 5 da borib oyog'ini uzatib uxlamaydi, lekin 8 gacha ishlaydi yoki 10 gacha ishlaydi. Misol uchun o'sha odamlar aytadi, o'sha bergan ish, ya'ni o'zi ham ko'ra oladi-ku ular, mana bu odam bo'ladi. O'sha odamlar deydi, hozir biz bolnitsaga kelib professor dotsent bo'lib ishlayapti deydi. Misol uchun. Ya'ni qiynagan, o'sha paytda qiynalgan, hozir o'sha mevasini ko'ryapti-da. Ya'ni aytayapti-ku, ishlagan odamlarga berish kerak deydi. Ishlash kerak, yaxshi o'rganish kerak deydi. Ya'ni praktika bu ham. Bitta 3ta joy berib mana shunday qilishadi. Shuning uchun bu 5 yil rezidenturada yoshkan to'g'ri qiyin, jismoniy jihatdan qiyin. Mana o'zim 6 oy 13 ta dejurstda turganman. O'zi 15 oy 30 kunimiz bor. Ya'ni 1 yil 12 ta dejurstda turganman. Qiyin bo'lgan. Rosa qiyin bo'lgan. Lekin mevasini ko'ryapmiz. Qiyin bo'lgan, rosa qiyin bo'lgan. Ya'ni juma, yakshanba, juma, yakshanba, juma, yakshanba. Dejurstda edi. Misol uchun o'zi dejurstdan chiqasiz, uyga borasiz, uxlaysiz, ertasi kunga yana kelasiz. Mana shunaqa bo'lgan. O'shanga aytasiz-ku, u basseynning ma'nosi bu. Ya'ni borib charchoq chiqarish uchun boshqa joyga bora olmaysiz-da u paytda. Ya'ni borib aylanib yoki bir tomondan bu siz yaxshi doktor bo'lishingiz uchun, mana bu ham tizimda, chunki aslida bekorga so'ramadim. Misol uchun bizda rezidenturadan keyin, 3 yillik magistraturadan keyin yaxshi doktor bo'lishga, menimcha o'sha tizimni yaratgan odamlar ham ishonmaydi o'zi. Misol uchun Amerikada siz aytayotgandek yotib haftasiga 80 soat ishlaydi. Sizni aytayotgan tizimingizda ham Turkiyada ham xuddi shunaqa bosib ishlaydi. O'shaning uchun ham foizga oladigan bo'lsak, ko'proq odam yetarli aytaylik, bilimli shifokor bo'lib chiqib kela oladi. Faqat ko'rardingiz-da. Biz ham shunaqa copy paste sistema qilishimiz kerak ekanda O'zbekistonga. Men o'zi sistemani aytyapman-ku, bizning sistema birinchi internatura kelish kerak, meni fikrim. Internaturani davlat internatura bu yerda oylik oladi. 600-700 dollar oylik oladi, aytib qo'ying. Shu ham bor. Bizda menimcha agar oylik qiladigan bo'lsa, zo'r rivojlanib ketsa kerak bizda ham, xudo xolisa. Yo, bu sistemani qilib, mamlakat bu yerda bizani sovet sistemidan kelgan nima yo'qda, markazlashma yo'qda. Misol uchun hozir Istanbulda hamma joydan bor. Bursada misol uchun faqat bursaliklar yo'qda. Hamma joydan kelgan borda. Ana, nima yo'q. Bu yoqqa borish kerak, bu yoqqa o'sha yerdan kelib o'sha yerga borish kerak degan narsa yo'q. Shunaqa ham bo'lsin. O'zini joyiga ham jo'natsin. Mayli, u ham bo'ladi boshlang'ichiga. Lekin bu sistemani internaturani qo'yib, davlat sistemidagi bu ekzamenlarni 6-kurs tugatgandan keyin siz o'zingiz diplomingizni berib qayerga borsa bor demasdan. Misol uchun, sen bankda ishla, men bu ekzamen topshir, men bolnitsalarga joy ochadi deb mana shu etapni qilsa bo'ladi. Lekin hozir boshlasa ham 10-15-20 yilda bo'ladi. Turkiya ham 90-yillarda balki bunaqa emasdir. Sekin kelgan. Sekin kelgan. Birinchi o'rinda Turkiyaning katta yutug'i bu sertifikatsion sistemani yo'lga qo'yganida. Bizda hozir diplom ishlayverasiz-ku. Bu narsani yo'lga qo'ygan, keyin ekzamenlarni, ya'ni yo'lni to'g'rilab qo'ygan. Sarson bo'lmasligi uchun. Sarson oldin ham Turkiyada, hozir Yevropada shunaqa-ku, Amerikada ham suhbat bilan kiradi-ku. Oldin ham Turkiyada 80-yillar suhbat bo'lgan. 70-yillar shunaqa. U paytda ham suhbat bo'lgan bizga o'xshagan. Misol uchun dokumentni olib bolnitsaga topshirasiz-ku.
Больницаga topshirasiz, misol uchun siz aytasizki, men 16 bo'lmasligiga topshiraman, dokument topshirasiz, borib keyin suhbat degani menda savol bo'ladi-ku. Hozir siz ekzamen aytayotgandagi sistema Amerikada ham, Yevropada ham. Hammasini kompyuter aytyapman-ku. qiladi, lekin oxiri mos bo'lsangiz keyin suhbat bo'ladi. Shunaqa. Lekin bu yerda emas demoqchiman. U yerda shunaqa-ku, oldin shunaqa bo'lgan. Lekin suhbat qo'yish kerak. Suhbat bo'lmasa siz o'zingizga olayotgan odamni qani naugat olmaysiz-ku. Siz u bilan keyin 5 yil birga ishlashingiz kerak-ku. To'g'ri. Bu ma'noda ham gap to'g'ri, lekin hozir boshlang'ich anoda suhbat qiladigan darajada odam bo'lsin. Birinchi bir ishlasin. Va application ko'p bo'lsa keyin bo'ladi. Bo'lsin, ular bir chiqsin. Yo keyingi ikkinchi avlodga bo'lganda, misol uchun ular keyin chiqib, ya'ni ulardan ham yaxshi bo'lish kerak-da. Ya'ni shogird ustozdan yaxshi bo'lish uchun keyin saralasa bo'ladi, mana shunaqa qilib. Boshlang'ich aytyapsiz-ku hozir. Hozir sizni nechta talabingiz bor? Misol uchun sonni aytishingiz shart emas. 100 Yo'q, realni hozir o'qiyapti. bilmayman. Mana ko'rdingizmi, mana shunaqa savol berdimda. Aniq bilmayman aytaman. Yo'q, demoqchimanki nima? O'qiyapti demoqchiman. Birinchi yil ochganingiz bilan birinchi marta harakat qilganingizda hozirgi harakatda bolalar farqi bor-ku demoqchiman. O'sha ma'noda aytyapman. Tizim yo'lga qo'yilgan-ku, farqi bor. Tizim bo'ladi, sekin menimcha bo'ladi, lekin bu sistemani qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ya'ni buni sistemani copy paste qilib qo'yishi ham menimcha cho'tka bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Vaqt oladi lekin yaxshi bo'ladi. Qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bular ham qilishgan, biz ham qila olamiz. Nima qilamiz? Qiladi. Xo'p, so'z sizga kattakon rahmat. Birinchi o'rinda ichidagi ham bilimlaringizni bo'lishganingiz uchun. Bitta oxirgi savol. Hozirgi endi institutni bitirayotgan 4-5-6 kurslarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Chisti aka sifatida yoki yetayli ustoz sifatida. Nimani maslahat berardim? Vaqtinglarni bekorga sarflamanglar derdim. Bu 4-kursdagi yoshlar qaytib kelmaydi. 4-kursdagi misol uchun o'qish hissiyoti yoki nima hissiyoti bo'lsa 40 yoshda bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p o'qinglar demayman, 24 soat o'qinglar demayman. U 18 soat o'qinglar demayman, ko'p. Hozirgi o'zingizlarni universitet sohalarida misol uchun o'tayotgan, misol uchun terapiyaga borsanglar deylik. Terapiyada o'tayotgan mavzusini, u mavzuni o'zingizlarning kitobinglar bilan boshqa davlatlarda ingliz tili kitobida, textbook bo'lsin, nima bo'lsin, nima ekan deb 2 soat, 1 soat vaqt ajratsanglar bo'ladi. Til o'rganishga hammani xohlagan bo'lardim. Til o'rganmasanglar bo'lmaydi. Til sizni boshqa davlatga yoki boshqa odam bilan gaplashishga, dunyoga chiqishingizga asosiy yo'l. Tilingiz bo'lmasa bo'lmaydi. O'shanda deb qolardim. Odam kunda 6 soat uxlasa yetadi. Ko'p uxlash shart emas. Asosiysi. Shuning uchun sport, muzika bo'lsin, nima bo'lsin, harakat qilish kerak. Ya'ni to'xtab turmaslik kerak. Bitta joyda yotib qolsangiz, ertalabgacha yotib qolaverasiz. Hozirgi komfort zonada to'xtash kerak emas. Shunaqa niyatdagilar uchun shunaqa. Kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Sog' bo'ling. Siz ham aytayapman-ku, sizni hozir bu video nimani ham qo'yinglar, bu videoni oxirigacha qo'yinglar. Abbosxon bilan biz birga o'qiganmizda, endi men hozir necha oy bo'ldi ko'rmaganim Abbosxonga. Turkiyaga bora olmayapmiz, xudo xolasa. Bir Qo'laman nimada? Dekabr yanvarda keling, xudo xolasa Bursada qor yog'ishi boshlaydi. Bir yaxshi reja qilib, bir yaxshi qilib. Siz bilan aytgancha o'quvchilar ko'rishmoqchisiz bilan. Bitta отдельно hali trening sifatida qilamiz hali, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aytganda men hozir Abbosxon meni qo'ymasdan, hozir mana konferensiyaga kelganman, hali ertaga boshlanadi. O'zim qilmasdan mana hozir deydi-ku, kelib foydali maslahat bo'lsin dedi. Mana yo'q demasdan xudo xolasa vaqt ajratib, har doim qo'limizdan nima kelsa yordamdamiz. Rahmat. Bizlar yoshlar uchun.